Rosa qiynaganman shu ustozimni, shu maktabga kirmasam ham kirib. Bunaqa ustozlar kam, to'g'risini aytganda internetlarda. Kenjami? Kenja. Men ham kenjaman. Ko'rdingmi kenjalar? Kenja shunaqangiz farzandlarga jo'natib qo'yadi tez shu videolarimizni. Kenja farzandlar shunaqa bo'ladi. Bismillah, assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli va aziz kuzatuvchilar, omonmisizlar? Biz odatda shu murojaatlar bo'ladi, qiynalgan shunaqa muhtoj oilalarga borib shunaqa xizmat ko'rsatamiz. Orada shunaqangiz bir yaxshi ishlarni ham ota-onalarga farzandlar bir qilayotgan e'tiborlarini ham ko'rsatishni bir lozim deb topdik. Chunki juda ko'p bizga onalardan va otalardan murojaatlar bo'ladida, shu bolam meni umuman xabar olmaydi degan juda ko'p shu onalarni yig'lagan shunaqa murojaatlariga ham guvoh bo'lamiz. Lekin yaxshi tomonlariga ham juda ko'p guvoh bo'lyapmiz. Aslida buni maqtanib ko'rsatish emas, taklifni men o'zim beryapman bu taklifni. Chunki shoyat shu bitta inson shuni ko'rib turib qalbi uyg'onib, men ham onamni shunaqangiz Alloh taoloning baytiga jo'nataman, duolarini olaman deb turib, shoyat bir shunaqa insonlarga bir ta'sir qilib qolsa. Nima uchun bir faxsh ishlarda, noma'qul ishlarda biz ommaga ko'rsatib faxrlanyapmiz, ha? Nima uchun endi biz ota-onalarimizni e'zozlab, hurmat qilayotganlarimizni biz ham shuni bir tarmoqlarga qo'ymaymiz. Albatta aslida shu ishlarni qo'yib turib, bir ibrat sifatida, eslatma sifatida bu narsani qilishligimiz juda hozirgi paytda kerak bo'lib qoldi. Kirsakda hozir bugungi shu tabriklashimiz to'g'risi ustozimlar shu maktabda o'zi kim qaysi maktabda o'qigansiz, nechinchi sinfgacha o'qigansiz deyshadi. 3-sinfgacha o'qiganman. Undan keyin shu ko'p sabablar. Hozirda shu ustozim oldilariga kelyapmiz. Mana o'g'illari shu umraga jo'natganda hamki, qarang, Ramazon oyida, Qadr kechasida shu Alloh taoloning baytida bo'ladilar-da. Kimda kim aytadilar, Ramazon oyida umra qiladigan bo'lsa, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilganning savobi beriladigan va'da bor ekan. Qarang, shunda ulug' oylarda, ulug' kunlarda farzandlari shunaqa bir zo'r, katta bir nima deydi? Dunyo va oxiratimizga xudo xolasa bir foydali narsaga sabab bo'lib turibdilar inshaalloh. Kirsakda bir ustozimizni ayibmanda necha yillar bo'lgan, to'g'risi men xabar olaganim yo'q edi. Kirib mana hozir xudo xolasa bir duolarni olib chiqamiz. Qani ketdik. Shu hududimizdagi mahalladagi eng bir namunali yaxshi bog'chalardan sharoiti bolajonlarga chiroyli qilib berishgan. Ota-onalar ham bu yerdan xursand. Hozir ovora qilmasdan shu joyda bir ziyorat qilib, xudo xolasa qaytsak. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? So'ksangiz ham, ursangiz ham mayli. Ursangiz ham, so'ksangiz ham mayli. Opamisiz? Tinchmisiz? Joningiz sog' bo'lsin. Iloyim. Sansirayapman, sizlanmayman. Ey maşallah. O'g'rilaringni rizqlaring ziyoda. Iloyim. Martabang bundan ham baland bo'lsin. Ishlaringga rivoj baraka beraversin. Rosa qiynaganman shu ustozimni, shu maktabga kirmasam ham kirib. Bunaqa ustozlar kam, to'g'risini aytganda internetlarda. Nima hali Farg'onada bir nima o'tirganimizda o'sha sanmi deydi. Azamjonman desang hech ham eslolmadim. Kelyapti yo'lda nimada Damas'da o'tib kelyapti. Har o'tsam uylaringga qarayman-da. Keyin Asadga bunday qarab turib, dedim Azamjon o'sha Azamjon ekandimi ne? Siz 3-sinfgacha o'qitgansiz. Sizdan keyingi maktabga ham bormay qo'yganman-da, qarang. Boshqa ustozga berib yuborishganda bormaganman. Hamma bolalarim o'shanaqa bo'lgan. Ana sababi shunday edi. Nimaga 3-sinfda maktabga bormagansiz deyshgan. Shunaqa qilib shu bahonadan o'tib chiqib ketib olay. Oldingi sinf ham bolalar aytadiki, nima? Opa, sinf rahbarligini o'zingiz oling, bolalar buzilib ketdi. Hammalari kelmayapti, vazifa qilishmayapti deya mumkin emas menga. Men kichkinalarda olganman sinf rahbarligini, boshqa o'sha kattalar qiladi. Aslida deb sizlardan burungi sinf. Keyin pensiyaga chiqib ketdim mana. Juda ko'pchilik sizni eslaymiz, aytamiz, xato qilsa ham, noto'g'ri yozsa ham bir qattiq bosim bilan emasda chiroyli kelib o'zlari tushuntirib, shunaqa bir boshqacha bizga darslar o'tardilar. Juda ko'p eslab nima qilamiz? Xudo xolasa bundan keyin endi tez-tez xabar olib turib, xudo xolasa duoingizni olib turamiz. Iloyim. Sog' bo'ling, baxtimizga, hojona. Iloyim, shunday bolani mana dunyoga kelishlariga sabab bo'libsiz. Farzandingiz shu mahallaga, odamlarga juda ko'p foydasi tegadigan. Mana hozir qarang,
Alloh taoloni baytiga borishingizga ham sabab bo'lib turibdi. Alloh rozi bo'lsin. Bir marta ham yuborgan edi. Endi hozir juda ulug' kunlarda Ha. Mana shu Qadr kechasida o'shda bo'lasiz. Qadr kechasini poylaydi bu. endi o'sha yerda bo'lar ekansiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ilohim. Jonlaring sog' bo'lsin. Mana shu umraga endi bitta sizga yo'llanma. Rahmat. Assalomu alaykum volidam, jannatim, onajonim. Sizni ulug' Ramazon oyida umra safariga borishingiz uchun yo'llanma. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz nomidan sizga muboraklik bo'lsin, ilohim. Sog' bo'ling. O'ladash bolajon, ko'ralaring. Yo, unaqa demang. Ilohim sog' bo'ling. Ota-onalar yaxshimi? Alhamdulillah. Yurishibdimi? Tetiksiz, yoshsiz. Yana kirib dars o'tsangiz bo'laveradi. O'zgarganim yo'q. Ha, Bolalarim yaxshida. Ha, mashalloh. Shu bolalar meni egovlasa qarib ketardim. Ha. Ular mendek qilishadi. Mana guvohi bo'lib turibsiz-ku hozir. Hammalari shunaqa. Ilohim, hammalarimiz farzandlarimiz shunaqangiz. Bolarim bitta gap qaytarishni bilmaydi. Aytganimni qilmasa ham xo'p deydi. Ilohim sog' bo'ling. Ilohim hamisha ilohim katta hojilarga ham sabab bo'lsin farzandlaringiz. Gullarni olib endi. Ilohim shu bolalaringizdan rozimisiz? Qarang. Mashalloh. Qancha havas qilsak, qancha orzu qilsak mana onalarimizni shunda e'zozlasak kam azda. U yoshligini ham boshqacha edi. Kenjami? Kenja. Men ham kenjaman. Ko'rdim kenjalar. Kenja shunaqangiz farzandlarga jo'natib qo'ydi tez shu videolarimizni. Kenja farzandlar shunaqa bo'ladi. Oxirida endi shunaqa nima chiqarganda. Shunaqa. Zavod tozalanib Ilohim. oliy sortlari chiqarganda. Zo'r gap bo'ldi. Zo'r bo'ldimi? Kenja toylarga farzand shunaqa kenja farzandlarga jo'natamiz tez. Rozi bo'lasiz? Yo'q. Rozi bo'lasiz buni tarmoqlarga. Nima uchun buni biz shunaqa qilyapmiz siz? Juda ko'p bolalarga guvoh bo'lyapmizki, onalar bizga murojaat qilyapti. Farzandim meni hurmat qilmaydi. Ikkita non bilan xabar olmaydi. Aslida biz noniga muhtoj emasman. Kelib bir og'zim kelib, ona o'tiribsizmi demaydi. Ilohim shularni ham duo qiling. Alloh hidoyat qilib, o'rtalarini isloh qilib, shu onalarni e'zozlab hurmat qilishsin. Amin. Mahalla ko'p xonadonlarimiz hammani xonadoni tinch bo'lsin. Amin. Hammani bolasiga Alloh insof tavfiq bersin. Hammani Amin. bolasi onajon sizni yaxshi ko'raman, dadajon sizni yaxshi ko'raman deydigan farzandlar bo'lsin. Amin. Mana hojilarga yuvarsin, doim ota-onani hurmatida bo'lsin. Amin. Ota-onani hurmat qilgan odam to'g'ri jannatga boradi. Endi Inshaalloh. o'shani endi ko'p odam bilmaydi. Ota-onani qiynab qo'yadi. Ota-ona g'animat, ota-onani tug'ib beradigan ota-onasi yo'q. Boshqa hamma nima bitaveradi. Ota nimaga kelmaydi qaytib. O'shaning uchun ota-onani hurmatini qilsin, hammaga insof tavfiq bersin. Bolalarimiz, ulg'ayayotgan bolalarimiz insofli, tavfiqli bo'lishi, ikki olamga yaragulik, yurtimizga yaxshi xizmat qiladigan aqli solih farzandlar bo'lsin. Amin. Amin. Seni ham tanjoning sog' bo'lsin, umringni, rizqingni Alloh ziyoda qilsin, kasb-korlaringga, umringga, rizqingga Alloh baraka berib, marsabang bundan ham baland bo'lib, bundan ham katta ishlarni qilib yurgin. Ilohim, Allohu akbar. Baxtimizga shunaqa uzoq yillar duogo'yimiz bo'lib, yosh bo'lib yuravering. Hali Inshaalloh. hali Billa ham boramiz, Xudo xolasa. Shunaqa o'zim jo'nataman, Xudo xolasa. Shu Farg'ona viloyatidan Xudo xolasa to'g'ri Madina Munavvaraga Xudo xolasa. inshaalloh safar qilasiz. Xudo xolasa. Sog' bo'ling, ilohim. Degan mo'ykada rasmingni ko'rib, bizni do'zalimiz katta ishlarga nima bo'lib ketdi dedim. Deputat nimaga bo'lganda? Ha, deputatligida. Mana yerda rasm turibdi. Ha. Borib qarasam, familiya nima o'zing katta bo'lsan, tanimadimmi nima edi? Aytdim, bu familiya nima dedim. Tanish. Maktabga Eng bezori o'quvchim dedingmi? Uyimizga kirib, uyimizda dars o'tardilar. Hozir ancha yaxshiman mana. Xudo xolasa. O'shanaqa nimadan chiqadi? Haligi yomonsan degan nimadan chiqadi. O'sha yomonligi uchun zo'r bo'lib ketadi, hech kimga gapiga kirmay. Shunaqa ekan shekilli. Ota-onani bosimiga uchraversa hech narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa kelganingizdan keyin o'zimiz ham kutib olamiz. Endi o'g'illardan o'zi ortmaysiz, siz aqaba qaynaltirgan, lekin o'zingiz yaxshi ko'rgan o'quvchingizdanmi yo o'sha shogirdlaringizdanmi olsangiz,
havolar isiganda bir joyga olib borib bir aylantirib dam oldirib kelaman. Xudo xolasa. Ukam ham birgalikda inshaalloh. Salomat bo'ling, hojona. Bo'pti. Alloh muboraklik qilsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, xo'p.